Bu oqqush 250 yildan beri harakatlanmoqda. Elektr energiyasiz, batareyalarsiz va zamonaviy texnologiyalarsiz. U 1773-yilda Londonda yaratilgan. U to'liq kumushdan ishlangan bo'lib, 3 ta mustaqil soat mexanizmi asosida ishlaydigan 2000 ta detaldan iborat. Eng hayratlanarlisi, u hali ham ishlamoqda va hanuz kuniga bir marta harakatga keltiriladi. 2008-yilda mexanizm 10 yillar ichida ilk bor ichkaridan ochildi. U yerda yashirin hisoblagich topildi. Unda 33259 raqami qayd etilgan edi. Oqqush ostidagi suvga o'xshab ko'rinadigan narsa esa aslida suv emas. Illyuziya qarama-qarshi yo'nalishda aylanuvchi burilgan shisha tayoqchalar yordamida hosil qilinadi. Oqqush bo'ynini egib baliq tutganda u aslida oqimda suzayotgan 7 ta kumush baliqning birontasiga ham tegmaydi. U yutadigan baliq tumshug'i ichiga yashirilgan oltin baliqchadir. Ya'ni boshidanoq bularning barchasi mukammal illyuziya bo'lgan. Oqqush baliqchani tashqariga chiqaradi, go'yoki uni tutib olgandek ko'rsatadi va so'ng yana ichkariga yashiradi.